Assalomu alaykum, klub mayna obunachilari. Bugun 20-dekabr 10 kundan keyin Xudo xolasi yangi yil. Yangi kirib keladi. Spizam tashqari tomonda nima uchun ko'rsatyapti? Tashqarilarda ko'rinayotgan bo'lsa, tashqi tuman. Endi videoda qancha ko'rinyapti? Bizni hozir Quvasoyda 1 gradus. Mana ko'ryapsizlarmi? Qorni ishayapti, spizamizda qorni. Ishgan sababi 2 kilonka berdi, teba ham ishgan, bakovoylar ham ishgan holatda turibdi. Tashqari uji 1. Mana ichkarida harorat ko'ramiz xudo xolasa. Mana ichkarida bahor, qulplarimiz gullab, chaman-chamonli gullayapti. Mana o'zi oppoq ko'rinyapti. Oralarda bitta pishish jarayonlari ham ketyapti oralarda. Hozir ichkaridagi mana ko'rsataman, gradusni ko'rsataman sizlarga. Qancha hozirgi ichkaridagi harorat. Mana ichkaridagi haroratimiz 10 gradus 11. Mana qulplarimiz terim bo'lgan. Kelindan keyingi holatlar. Mana xudo xolasa inshaalloh zo'r. Mana Adela qulplarda ko'rsaymasin. Hech sizlarga ichkaridagi qanday usulda ishlalayotgan sharoitni ko'rsatmoqchiman. Hozir sizlarga shuni bo'lishmoqchiman sizlar bilan shuni. Biz mana bunday ulikka olib kelib, mana bitta klapon qo'yib turib, mana ikkita klap mana kilonga o'rtasiga shovg'on qilganmiz. Mana ikki tomonga o'tib ketadi bu. Ikki tomon eski, spesial yangi pizaga ko'rgan. Shu bitta shu motorda o'zi bemalol quvvat yetib ishlab beryapti, bemalol. Xudo xolasa inshaalloh. Ashetiga bitta lag bosib qo'ylar endi. Inshaalloh xudo xolasa. Bemalol kuch-quvvat yetyapti, xudo xolasa inshaalloh. Mana ichkaridagi bakoga permishga qilib o'tkazilgan sharoiti. Mana yonida ishgan. Qonni chiqyapti bu yerda. Qattiq xuddi shu usulda ishlatiladi. Kecha kommentariyada yozib qolishibdi. Nima bo'ladi deb yozishgan ekan. Bu radiator mana narxni olgan narxni aytamiz. Endi o'tgan yil shuni 100 dollarga olganmiz taxminan. Bu yerda atalpini qilmaganmiz biz. Hech qanday atalpini yo'q bu yerda mana. Shu orqali biz ichganni isitamiz. Bu yerda mana trubalardan kelyapti. Kelib ketish, katyoldan kelgan issiq suv kirib, bu yerdan aylanib qaytib chiqib ketadi pastdan. Shu usulda o'zi ishlayveradi, bu yerda ichkarida isitib beradi. Kimgadir atalpini yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Bizga shu yoqqan uchun shu usulda qilamiz. Kimlar buni tebaga qiladi, biz pastga qilib qo'ydik. Shunaqa deb fikrlaymiz. Endi va tepada bo'ladi, o'zim fikrimiz bu albatta birinchi o'rtada. Pastga haydagandan keyin tebadagi pastga tushadigan fikrda pastga qo'yib qo'ydik biz. O'zimiz shaxsiy fikr, yana fikrlarim bo'lsa yozib qo'yinglar. To'g'ri yo to'g'ri deb. Mana ko'ryapsizlar, bu Florida Beauty degan nav bu. Shundalagi ekkan navdan o'tganlik ekanmiz, mana hozirgacha hosildorlar davom etyapti. Hozir kattaligini asosan yirik berar ekan. Yana bu sortimiz ham o'sha Florida Beauty yaxshi yirik hosil beradigan sort ekan bu. Xudo xolasa yaxshi. Bahorda buni o'zinikilarida bor ekan, kelib shundan berib olib ketishdi ko'pchilik. Mana qizarib pishayotgan jarayonda shu Florida Beauty nomini. Lekin o'ta sir hosil navaga. Mana gulga e'tibor beringlar, o'ta sir hosil navaga. Haqiqatda
Bitta serhosil navaga. Videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, biz qo'llab-quvvatlab, kommentlarga omad so'zini yozib qo'ysangiz biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamchilar bo'lgan bo'lsa, adashuvchilar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar.